Qanaqa ish? Hokimmanki, hozir majlisim bo'pti, duo bering. Mollarga qaraysan, keyin ketib. Endi hozir hokim odam bor, mollarga qarab turaman. Kontrakt mollar sotib to'ladimmi? Ha? Bo'ldi, mollarga qara, keyin ketasan. Anga qara, ana bu yerdagi begona o'tlarni o'rish kerak-da, bu yerni obodonlashtirish kerak. Undan tashqari daraxt ekib, ko'kalamzor qilish kerak. Tushunyapsanmi? Yoz shular. Yer o'tini o'rib, obod qilish kerak. Men o'raman menda shu yer o'tini. Men o'rayman. Yo'q. Ha, o'rindi. Halim, Ha, dada. kelamollar suvini berib ket. Dada, meni majlisim bor. Eshitmaydilar. Menga qara, tez uyga borasan, mollarga suv berasan. Ha, dadam telefon qildi. Men hozir majlisim bor. Tez bo'p mollarga suv ber. Kimsan? O'g'lingiz cho'pirman. Nima kelding? Mollarga suv berish kerak ekan, uzatdilar. O'zi kelsin. Amaki, o'g'lingiz Men tabriklang, dada. Nima bo'ldi? Lavozimim oshdi. Yaxshi ishlaganim uchun deb viloyat hokim bo'ldim. Endi shaharda ishlayman. Shaharga ketaman. Sen ketsang, mollarga kim qaraydi? Mollar sotamiz, dada, sizni ham olib ketaman. Men hech qayerga ketmayman. Shu yerda tug'ildim, shu yerda o'ylayman. Tushundingmi? Mollarga o't.